Assalomu alaykum, qadr baland mijozlarimiz. Ko'rib turgan narsalarni nimaligini shopir akalarim juda yaxshi bilishadi. Havola sovuq qish mavsumiga tayyorgarlik boshlanib ketdi. Birinchisi antifriz bo'lsa, ikkinchisi salonni isitadigan avtonomkalarimiz bo'ladi. Bularni birma-bir ochib, sizlar bilan obzor qilamiz. Avtonomkalarimizni ochib tayyorlab oldik. Avtonomkamiz ichidan birinchi bo'lib san'atli patronga va uning kiriklinasini tushunga bo'ladi. Ikkinchisi avtonomkamiz. Ichidagi barcha qodirish uchun ishlash uchun kerak bo'ladigan zaxiralar. Provod kabellari, eng asosiysi klimat kontrol chiqadi. Yurish interkalektor. Yo'qlari chiqadi buning ichidan. Salarga asosi. Avtonomkalarni aytib o'tganimda 12 volt 2 kilovatli, 5 kilovatli, 29 volt 2 kilovatli, 5 kilovatlilar mavjud. Kimga qanaqangi avtonomkalar kerak bo'lsa aloqa chiqib olasizlar. Avtonomkalarning mabodo buzilib qoladigan bo'lsa, uni zapchaslari ham bor. Kimga nima zarur bo'lsa aloqa chiqib olasizlar. Chiroyli narxlarda dasturga beramiz.